Ijtimoiy tarmoqlarda man tushunishim qiyin bo'lgan ikkita narsa. Agar bir odam akkaunti ochiq bo'lsa, unga xohlagan narsamni yozish huquqiga egaman deb o'ylashadi. Lekin shu energiyada javob qaytarsang, unda profilingni ochiq yurg'izma deb javob qaytarishadi. Agar san tanqid qilish huquqiga egaman deb o'ylasang, man ham javob berish huquqiga egaman deb hisoblayman. Ikkinchi mavzuga keladigan bo'lsak, bu man uchun umuman aqlga sig'maydigan holat. Hijob masalasi. Ayol kishi, ayniqsa erkak kishi tomonidan tanqid. Fikriga taalluqli bo'lmagan masalalarda bunchalik oson tanqid qilinishi kerak emas. Men o'zimni mukammal deb hisoblamayman. Hech qachon bunga da'vo ham qilmaganman. Lekin ko'plab hijobli o'rtoqlarim, blogerlarning videolari izohlarida boshingdagini hijob deb o'ylayapsanmi? Shu ham hijobmi? Shu kabi izohlarni ko'raman. Kechirasiz-u, bu haqida qarorni siz qabul qilmaysiz. Shundoq ham ko'pchiligimiz har kuni nafsimiz bilan kurashayotgan, qo'limizdan kelgancha harakat qilayotgan insonlarmiz. Hech kimni, ayniqsa bir musulmonni boshqa bir musulmonga bu tarzda o'zini yetarsiz his qildirishga haqqi yo'q. Agarda rostdan ham birovni oxirati uchun qayg'urayotgan bo'lsanglar, unga islomga yarashgan tarzda muloyimlik bilan tushuntiringlar. Yana bitta narsa, ijtimoiy tarmoqlarda kontent tayyorlayotgan insonlarga bekorchi yoki jiddiy ishmas deb qaraladi. To'g'ri, bu meni yagona ishim emas, lekin faqat shu ish orqali halol rizqni topishga harakat qilayotgan insonlar ham ko'p. Kunda kun kamera qarshisiga chiqib, odamlarning oldida gapirish oson ish emas. Buni tanqid qilayotgan odamlarning gapi bekorchilik bilan gap sotib pul topishyapti deyishadi. Lekin o'zligi kamera qarshisiga chiqib, ikki og'iz gapni eplab gapirisha olmaydi. Agar shunaqa oson ish bo'lsa, marhamat siz ham qiling. Hech kim sizga to'sqinlik qilayotgani yo'q.